Okaxo'rmang, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q degan gapga bitta yaxshi misol keltiring. Ota-ona, ularni tergashligini siz yomonlikka olmang. Vaqt soat yaqinlashayotganligini sezib, siz bilan birga ko'proq vaqt o'tkazish maqsadida uyga vaqtliroq chaqirishdi. Ertaga vaqti kelib, farzandli bo'lganingizda farzandingizni qo'liga kirgan bitta zirabchi uchun butun dunyoni yoqishga tayyor bo'lib qolasiz. Ota-onasini yo'qotganlardan so'rang, qadrini sizga tushuntirib berishadi. Borligida qadriga yeting, chunki tuproq hech qachon sizga qaytarib bermaydi.